Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun inklyuziv ta'lim go'zal pedagogika asoslari fanidan sensor kamchiliklarga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish shart-sharoitlari mavzusi haqida gaplashamiz. Bu mavzuni quyidagi rejalar asosida qismlarga bo'lib olamiz. Birinchisi, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar tavsifi, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'limiy ehtiyojlari va imkoniyatlari, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'limiy ehtiyojlari va imkoniyatlari hamda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning inklyuziv ta'lim jarayonida qo'llab-quvvatlash shart-sharoitlari va strategiyalari. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar, o'zi ko'rish bilamizki, bolalar hayotiy faoliyatida va rivojlanishida muhim bir ahamiyat kasb etuvchi jarayon hisoblanadi. Ko'rish analizatorlari yordamida dunyoni idrok etish bolaning ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Teorik atrof haqidagi eng kuchli taassurotlar ham aynan ko'z bilan idrok qilinadi. Bola ko'rish qobiliyati orqali narsalarning rangini, shaklini, hajmini yoki harakatini, uzoq va yaqinligini, fazodagi o'rni haqida tasavvurlarga ega bo'ladi. Sog'lom odamning ko'rish o'tkirligi odatda bilamizki 1 ga teng bo'lsa, bu ko'rsatkich ko'zning mayda narsalarni ham aniq ko'ra olish qobiliyatini bildiradi. Ko'rish o'tkirligi darajalariga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bir bu ko'rish o'tkirligi normal, sog'lom insonga tegishli bo'ladi. 0,8, 0,9 deyarli normal, 0,5, 0,7 biroz pasaygan ko'rish, 0,3, 0,4 o'rtacha pasayish, 0,1, 0,2 juda past ko'rish, 0,05 esa juda og'ir ko'rish nuqsoni, ya'ni ko'zi ojizlik darajasiga olib keladi. Inklyuziv ta'limda esa ko'rish o'tkirligiga qarab bolalarni quyidagicha baholaymiz. Ya'ni yengil ko'rish pasayishi, ko'rish o'tkirligi 0,5 dan 0,9 gacha bo'lgan bola oddiy maktabda o'qiy oladi. O'rtacha darajada esa ko'rish pasayishda bunda matnlarni yirik qilishimiz kerak bo'ladi. Juda past ko'rishda bu asosan bunaqa bolalarda yirik shriftli lupalar yoki maxsus braille alifbosidagi darslar asosida ko'ra olishi mumkin. Tug'ma nuqsonlar sabablari orasida irsiy kasalliklar, masalan, tug'ma kataraktaning ba'zi bir shakllari va boshqalar, homilador ayolning toksopolozis, qizilcha kasalliklari bilan og'rishi, homila ko'rish organlarining embrional rivojlanishida paytda zararlanishi, miya o'smasi shu kabi kasalliklar katta rol o'ynaydi. Mashg'ulotlarda ular asosan o'quv materiallarini sezish, eshitish, idrok asosida o'zlashtiradi. Braille tizimi bo'yicha ba'zi og'ir darajalarda esa braille tizimi orqali o'qiydi, yozadi. Ba'zi bir bolalar saqlangan ko'rish imkoniyati o'qish va yozishda foydalanishlari mumkin. Zaif ko'rishchilar ko'rish o'tkirligiga qarab ba'zi bir manbalarda quyidagicha bo'linadi ularga, ya'ni ko'ruv o'tkirligi 0,05 dan 0,1 gacha bo'lgan, hamda ko'ruv o'tkirligi 0,1 dan 0,2 gacha bo'lgan, hamda ko'ruv o'tkirligi 0,2 dan yuqori, ya'ni 0,4 gacha. Biz bilamizki, Galovin jadvali bor. Bu ko'rish o'tkirligini tekshirish uchun qabul qilingan standart jadval hisoblanadi va 1923-yilda Sovet oftalmologlari Sergey Galovin va Svetsev tomonidan ishlab chiqqan. Ko'rib turganingizdek, bu Galovin jadvali bugungi kunda aynan oftalmologlar tomonidan ko'rish o'tkirligi qaysi darajada ekanligini bilib olish mumkin. Jadval 0,1 dan 2 gacha bo'lgan ko'rish o'tkirligi qiymatlarini ifodalovchi. Har biri 12 qismdan iborat. Chap qismda kiril alifbosi Sh, B, M, N, K, I kabi harflar ketma-ketlikka qo'llanilgan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, o'ng tomonda esa landol, ya'ni S belgilaridan iborat va har bir belgining kengligi uning balandligiga teng bo'ladi. Jadvalni o'ng tomonida va chap tomonlarda ko'rish mumkin, ularni aynan ko'rish o'tkirligi berib borilgan. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar kattalar ta'limi, tarbiyasi tashkil etish ta'limot o'rganuvchilar bilamizki, tiflopedagogika fan hisoblanadi. Ko'rish o'tkirligi pastligi bilan bir qatorda ayrim bolalarda ko'rish maydoni toraygan yoki fazoviy idrok buzilgan bo'lishi mumkin. Ko'rish o'tkirligi 0,1 ga teng bolalar aynan bunda. Ularga ta'lim tarbiya berish jarayonida bilamizki, ko'ruv idrokini rivojlantirishga alohida ahamiyat beriladi. Ko'rishda nuqsoni bolalarda shu ruhiy, jismoniy rivojlanishda ikkilamchi nuqsonlar kelib chiqishiga olib keladi bu esa.
Ko'rishning zaiflashuviga sabablar bo'lishi mumkin. Bular turli xil. Birinchisi bu albinizm bilamiz. Bu albinizm kasalligi ularda rangsiz teri va juda yorqin soch bo'lishi yoki o'sha albinizm ko'ruv faoliyatiga ta'sir qiladi. Ya'ni odamlarning terida, ko'zda, sochlarida rang, ya'ni pigmentlar bo'lmaydi va mana shu holatda ular tug'iladi. Katarakta bu ko'p hollarda bir necha sabablar bilan bog'liq. Ko'p bolalar bilamiz katarakta bilan tug'iladi. Katarakta ko'zda qizarishlar, shishlar va boshqa ko'z kasalliklari bo'lishi mumkin. Bunda bolaning ko'zi odatdagidan kichikroq bo'lishi va homiladorlik davrida ham infeksiyalar ham aynan mana shu kataraktaga o'zini ta'sirini, salbiy ta'sirini ko'rsatib qolishi mumkin. Diabet ko'p davlatlarda ko'rish zaiflashishining asosiy sababi sifatida ko'rsatib o'tiladi. Undan glaukoma, katarakta, diabetik retinopiya kelib chiqishi mumkin. Glaukoma shikastlanganda ko'zda bosim oshadi. Ko'zlarni to'g'ri ishlashi, ularning shaklini ushlab qolishi, sog'lom bo'lishi uchun bosim ma'lum bir miqdorda bo'lishi kerak. Bosim juda yuqori bo'lsa, bolada quyosh yoki yorqin nurlarga nisbatan noqulaylik kuzatiladi va bolada g'ilaylik bo'ladi. Ya'ni bolaning ko'zlari o'sha turli tomonga qarashi yoki dangasa ko'zning o'sha bitta ko'zning boshqa tomonga qaraganda kuchsizligini yoki o'sha ko'z yoshlanishi kabilar bilan kelib chiqadi. Daryo ko'rlik biz ko'pincha daryo bo'yida yashaydigan qora pashsha tomonidan yuqadi. Bunda ichki to'qimalarni zararlab qon ketish, qizarish kabi shish va boshqa yakuniy holatda esa ko'rlikka olib keladi. Bunaqa kishilar ko'pincha 99% Afrikada, 1% Yaman, keyinchalik qolgan o'sha Meksika, Ekvador, Kolumbiya, Venesuelalarda yashaydigan aholi o'rtasida yuzaga keladi. Bundan tashqari astigmatizm bilan yokida astigmatizmsiz keladigan miopiyalar, ya'ni yaqindan ko'rish yoki gipermetropiya, uzoqdan ko'rishlar ham aynan mana shu kasalliklar turiga kiradi. Pigmentli retinit yoki retinitli kasalliklar bunda birinchi belgi erta bolalikdan salbiy ta'sir bilan ro'y beradi. Ya'ni qorong'uda kuchsiz ko'radi va ko'rish maydoni to'rayishi bilan boshlanadi. Pigmentli retinit turmushda va oilaviy hayotda uchraydigan eng oddiy ko'z kasalliklaridan biri hisoblanadi. Trixoma bu chivinlar orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Bunda ko'zdan infeksiya ajralib chiqadi. Bir necha yillardan keyin infeksiya takrorlanadi va bunda ko'zning ichida chandiqlar bo'lishi, qovoqlar og'rishi, ko'z hattoki ojizlikka ham olib kelishi mumkin. Valentin Gayu psixopedagogika fani va ko'rishni nuqsoni bo'lgan shaxslarni o'qitishni asoschisi hisoblanadi. Fransuz pedagogiyani esa Rossiyadagi aynan ko'rishni nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan ilk ta'lim muassasasini asoschisi hisoblanadi. Tiflopedagogika biz bilamizki, ko'zi ojiz, ya'ni ko'zida muammosi bo'lgan bolalar, ko'zi xira yoki zaif ko'ruvchi bolalarga o'qitadi. Ko'r bolalar ko'rish qobiliyati keskin kamaygan total ko'rlar yoki korreksiyaga qo'llanadigan ko'zoynak tutilganda ham ko'rish o'tkir 0.4 gacha pasaygan. Ya'ni bunday bolalar amalda afsuski ko'r bo'ladi. Lyubrau odamlarga, ayniqsa ko'zi ojizlarga mehr muhabbatli, mehnatkash bir kamtar inson juda ham katta buyuk bir meros qoldirgan. Ya'ni minglab ko'zi ojizlarni ko'ziga nur bag'ishlagan desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki minglab ko'ngillarga ilm va hikmat nurlarini aynan mana shu harflar tufayli olib kira olgan. Lyubrau 1829-yilda o'zini imlo tizimini tinish belgilari va nota alomatlari bilan to'ldirib, bu haqda kichik ilmiy maqola e'lon qiladi va Bortman nuqtali alifboning oxirgi namunasi o'sha ilk kitob Fransiya tarixi aynan mana shu nashr qilinib Braille alifbosida ko'rsatiladi. Mana ko'rib turganingizdek Braille alifbosi 6 ta nuqtadan iborat bo'lib, har bitta nuqtalar bo'rtib chiqqan bo'ladi. Misol uchun 6 ta nuqtadan bittasi chap tomondagisi bo'rtib chiqsa, demak bu A harfi, ikki tomondan bo'rtib chiqsa B harfi. Bu yerdagi ko'rib turganingizdek harflar bir-birini takrorlamaydi. Demak, mana shu tarzda ular qo'ldagi taktil sezgi orqali bu harflarni qaysi harf ekanligini aniqlay olishadi. O'zbek milliy olimlaridan esa Halilova 2005-yilda ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarning tafakkur xususiyatlari mavzusida, Rustamov ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish mavzusida tadqiqot ishlarini olib borgan. Shuningdek, yosh olimlarda Sultonova, Aybidova, Jalalovalar aynan ko'rishda nuqsoni bolalar uchun korreksion ishlarini amalga oshirgan. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga to'xtaladigan bo'lsak, bilamizki, nutq bir murakkab ruhiy faoliyat
hisoblanadi. U ruhiy jarayonlarni tarkib topishiga, bolaning umuman barkamol shaxs sifatida shakllanishiga, o'sib ulg'ayishiga katta yordam beradi. Eshitishda biz bilamizki, sog'lom odamning eshitish darajasi odatda 0 dan 20 desibelgacha bo'ladi. Bu audiometriya tekshiruvida aniqlanadi. Eshitish darajalariga agar to'xtaladigan bo'lsak, 0 dan 20 gacha bu normal eshitish, 21 dan 40 desibelgacha yengil eshitishning pasayishi, 41 dan 55 desibelgacha o'rtacha darajadagi pasayish, o'rtacha 56-70 o'rtacha og'ir hamda 71-90 desibel oralig'i og'ir daraja va 90 desibeldan yuqori bo'lgan juda og'ir, deyarli eshitmaslikni oladi. Misol uchun agar bu desibellarni qaraydigan bo'lsak, pichirlab gaplashish bu bizda 20 desibel, 30 desibel oralig'ida, oddiy suhbat esa 50-60 desibel bo'ladi. Biz aynan mana shu imkoniyati cheklangan bolalarda eshitish nuqsoni 60 desibeldan yuqori bo'lgan bolalarni biz demak olar ekanmiz inklyuziv ta'limga. Turli o'sha eshitishni kar bolalarning 25-30% eshitish nuqsonlari tug'ma bo'ladi. Bunga sabab nima? Sabab onani homiladorlik davrida turli kasalliklar bilan kasallanishi, ayniqsa mana gripp kasallik bilan kasallanishi, turli infeksiyalar bilan kasallanishi, turli xil bilib bilmasdan turli dori vositalarini iste'mol qilishi natijasida homilani shikastlanadi yoki bo'lmasa irsiyat genetik faktorlar ham bu holatlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bolaning ilk yoshida otit, parotit, ya'ni tepki, meningit, qizamiq, qizilcha kabi kasalliklar bilan kasallanish ham ko'p holatlarda karlik yoki turli darajalarda zaif eshituvchilikka olib kelishi mumkin ekan. Eshitish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalarning alohida yordamga muhtojlar toifasiga kiradi va bunday nuqsoni bo'lgan bolalar alohida dastur materiallari asosida ularga ta'lim-tarbiya jarayonlarini olib boriladi. Eshitishda nuqsoni past bo'lgan bolalarga bugungi kunda surdopedagogika fani bor. Aynan eshitish qobiliyati zaif bolalarga tarif, tug'ma hamda kechkar bo'lib qolgan bolalar kiradi. Zaif eshituvchi bolalar o'z navbatida eshitish qobiliyati nechog'li buzilganiga qarab esa yengil, o'rta va og'ir darajalarga bo'linadi. Agar yengil darajadagi zaif eshituvchilar 1 metr uzoqlikdagi gapirilganda nutqni o'sha 1 metr masofadan qabul qiladi va shivirlab gapirilganda gapni quloq suprasi eshita olsa, demak ularni bemalol biz inklyuziv ta'lim jarayoniga qamrab olamiz va ularga ta'lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshiramiz. Bilamizki, agar butkul ko'zi eshitish qobiliyati sus yoki umuman eshitmaydigan bo'lsa, ularda surdo tilida gaplashadi, ya'ni turli imo ishoralar orqali ularda qo'l barmoqlari, kaftlari orqali turli imo ishoralar orqali harflar belgilangan va mana shu harflar orqali o'zlari uchun maxsus bo'lgan so'zlarni ayta olishadi. Yoki o'zlari haqidagi fikr mulohazani bildira